Yer yuzida ayol kishi ishtirok etmagan sport musobaqasi yagona bo'loq ko'pkari. Haqiqiy mardlarning o'yini. Haqiqiy erkaklarning o'yini. Mazaqil chapaslar, xudo xolasa, hurmatli polvonjonlar, sizlardan iltimosi atrofda yurgan oddiy dehqon otbozlarda otini ham mining bir ikki so'm pul sizni ko'zingizni ko'r qilmasin. Hech kim davlatni dunyoni arqalab ketmaydi, hamma narsa qoladi. Ota-bobomiz chopib kelyapti, biz chopayapmiz, bizdan keyingi avlod ham inshaalloh ko'pkari chopadi. Faqat mana shu tarixda el orasida yaxshi nom qoldirishimiz kerak. Bu yaxshi nom uchun nima qilishimiz kerak? Hozir bosayotgan qadamimizni o'ylab, qilayotgan ishimizni o'ylab qilishimiz kerak. Polvonlar, hurmati baland bo'lgan polvonlar. Yozi bilan otbozni zeriktirib tamom qilgansizlar yurakka solib. Ko'pini. Juda ko'pini. Baholi qudrat pul berganman, palon so'm deydi, lekin qishga kelgandan keyin 150 gradusga o'zgarib olasizlar. Tanimaysan, otini minmaysizlar. Bir qo'l minib berma dehqon otbozlarda seni o'lguncha duo qiladi. Bir to'y maraka qilinglar, borib xizmatda turadi to'ying boshlanmasa shu otboz. Bir sarka, bir qo'y boring, bir to'y bilan hech qanday narsa o'zgarmaydi. 100 ming, 200 ming boring. Yer yuzida ayol kishi ishtirok etmagan sport musobaqasi yagona bo'loq ko'pkari. Haqiqiy mardlarning o'yini. Haqiqiy erkaklarning o'yini. Mazaqil chapaslar, xudo xolasa, hurmatli polvonjonlar, sizlardan iltimosi atrofda yurgan oddiy dehqon otbozlarda otini ham mining bir ikki so'm pul sizni ko'zingizni ko'r qilmasin. Hech kim davlatni dunyoni arqalab ketmaydi, hamma narsa qoladi. Ota-bobomiz chopib kelyapti, biz chopayapmiz, bizdan keyingi avlod ham inshaalloh ko'pkari chopadi.